لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Chorloving nasibdir bormoqqa hajga Parvona bo'layin Ka'bang sirojga Gunohimiz o'tib duo ijobga Fazlu marhamating to'la savobga Salovat aytamiz takbir hamdlar Maloikalar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk Labbayk la sharika lak labbayk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak Zamzam ila qilgum komil tahorat Safo marva aro yursam barokat Hajning ihromiga yog'dirding rahmat Rasuling yonida topdim sakinat Salovat aytamiz takbir hamdlar Maloikalar jam bir safda hamma Amin aytib turar duoga jumla Miskin bandalaring baytingda jamla Labbayk Allahumma labbayk Labbayk la sharika lak labbayk Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taologa hamd sanolar, Payg'ambar alayhisalom salovatlar olsun. Hamd umramizni tavofini to'liq mukammal holatda, sunnatlar bilan, duolari bilan Alloh Taolo qilgan tavofimizni qabul qilsin. Duolarimizni qabul qilsin. Alloh Taolo maqom Ibrohimdagi 2 rakatli vojib namoz, aynan maqom Ibrohimning ro'parasiga nasib qilsin. Qalblarimizdagi kirliklar, g'ashliklarni ko'tarsin. Alloh taolo shu qilayotgan duolarimizni husni qabul aylasin. Ramazonga yetkazsin. Ramazon oyining umrasiga ham yetkazsin. Ramazon oyida ko'pchilikni qatorida umrani qilishni nasib qilsin. Ramazon oyida qiladigan umralarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilganlikni ajr va'da qildi. Amin. Hammalarimiz dardlarimiz bor, hojatlarimiz bor. Alloh taolo hojatlarimizni ziyodasi qilsin. Amin. Alloh taolo o'tib ketgan ota-onalarimizni Alloh subhanahu va taolo umid bilan borayotgan o'g'il qiz farzandlarimizni kamolotligiga amin. Barakamizni ko'zlarimiz quvonadigan holatda topishni nasib qilsin. Amin. Har bir balo amin. Alloh taolo hammalarimizga Alloh taolo tinchlik bersin. Amin.
taolo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. İnşallah endi hozir yana qanday kurashlar o yerga chiqib nafs-nafsdan bir kurashib ketishib sa'iga chiqib. Zo'r oldi inshaalloh.